Assalomu alaykum hammaga, azizlar. Bizni kuzatib borayotganlar. Demak, biz hozir O'zbekistondan, Samarqanddan Sochiga uchdik. Kecha kelgandik. Hammasi juda ham chotki. Proverka unaqa bo'lgani yo'q. Tamojidan o'tayotganda ham unaqa savol-javoblar yoki unaqa qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Tashqarida mana chakib o'tirganlar va ularga ham pretenziya bo'layotgani yo'q. Hammasi zo'r. Men sizlarga agar birinchi marta kelayotgan bo'lsalaringiz yoki nimadandir qo'rqib ucholmayotganlarga men Sochini maslahat beraman. Chunki Sochi juda ham yaxshi, juda ham tinch. Hech kim bezovta ham qilmaydi. Militsiyalar ham, boshqalar ham hech kim hech narsa demaydi. Men sizlarga tavsiya beraman, mana shu Sochiga uchishlaringizda O'zbekistondan yoki Tojikistondan juda ham zo'r. Hech qanday muammosi ham yo'q. Xullas juda ham chotki. Men sizlarga tavsiya beraman. Kimdir endi zapreti borlarini bilmadim-ku, lekin o'sha muammosi yo'qlar yoki birinchi marta kelayotganlar, keyin o'sha hujjatida muammo bo'lmaganlar ish qilmashadi, o'tsa bo'ladi. Hech qanday xullas bezopasdan, вообще chotki. Hamma reyslar bor. Registratsiyasiga ham hamma narsaga ish qilib so'rashsa yordam berishadi. Agar bu yerga olsalaringiz, пересадка bilan olsalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. O'zbekiston, Sochi bo'lsalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Muammosi bo'ladi. Пересадка ko'p vaqt bo'lsa ham juda mazmunli o'tadi, chunki Qora dengiz bor bu yerda, plyajlar bor, aylanadigan ko'ngil ochar maskanlar juda ham ko'p. Shuning uchun men sizlarga Sochiga uchishlaringizni maslahat beraman. Samarqanddan yoki Toshkent, O'zbekistondan, любой hududidan agar Sochiga olsalaringiz juda ham arzon. Sochidan keyin любой joyga ketsalaringiz bo'ladi. Juda ham arzon. Biletlarni ham sizlarga tavsiya qilaman. Like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar, video tarqalsin, guruhimiz rivojlanishini so'rab qolamiz. Ayamanglar likelarni.